Do'stlar, ko'pchilikni televizorda hozir bu YouTube'ga kirmay qoldi. Mana qaranglar, nima deyapti. Shunday bo'lsa, o'zi mana shunaqa avtomatik chiqib ketyapti. Mana hech narsaga teginmasamda avtomatik chiqib ketyapti. Hozir shuni SpaceX bilan mana shu приложениеga o'tasizlarda, tepada yozib qo'ygan "Нажмите кнопку для редактировать". YouTube'ni полностью удалить qilasizlar. Удалить qilasizlarda, mana o'chdi. Endi hozir mana yangi versiyani yuklab olamiz endi bunga. Загрузить. Juda ko'pchilikda ishlamay qolgan. Установка deb chiqdi, mana установка bo'lyapti hozir. Открыть chiqadi shu yerda. Mana открыть deb yozib chiqdi. Endi открыть deb bosamiz. Mana. Уже YouTube ishladi, mana. Voytina telefoni akkauntga kir deyapti. Biz hozircha mehmon bo'lib turamiz. Akkauntni keyin kirgizamiz. Tak, mana Вышел аккаунт Voytina telefon. Bu. Paka mehmon bo'lib turamiz. Mana bemalol knopkani ko'rishingiz mumkin. Mana. Muzikalar chiqaveradi. Mana hamma narsa chiqaveradi, yangiliklar. Akkaunt yo'qligi uchun hech narsaga подписка bo'lmaganmiz. Главное poiskdan deb o'ynasam, izlasanglar chiqaveradi. Nima deyapti? Soda pop nima bo'lsa. Mana OK deb bosamiz. O'zbek tilida qo'shiqni deyman qanaqa. Ular ko'rdinglar, bemalol ishlayapti. O'chirib berishlarda so'nggi versiyani yuklab olasizlar, qaytadan ishlayveradi.